Okalar, bizning navbatdagi lokatsiyamiz JDKPda nomer 1 darvoza ishlab chiqarish bo'yicha chempioni Imom akaning sexlariga kelganmiz. Bu yer sexlarning bir kichik qismi, asosiy sexlari bu tarafda JDKPning sentrida. Hali u joyga ham boramiz. Xo'p, biz bu seximizga orqamizda turgan Senfen uskunasini 1 metrga 1,5 kvadratligini o'rnatib berganmiz. Xo'p, aka, bizni ko'rsatayotgan servislarimiz sizlar bilan mana ko'p yildan boshlab shartnoma asosida ishlab kelamiz. Nima deysiz biz xizmatimiz to'g'risida? Bu sizdan birinchi stanoga olishimiz emas. Ko'p narsalar Xitoydan zakaz qilib siz orqali olamiz. Bu ham bu asli bir qismi xolos olayotgan narsamiz. Servislar, xudo xolasa yaxshi hammasi xitoyliklarning o'ziga o'rnatib. Qoliplar haqida nima deysiz? Ana press qoliplarimiz bor-ku. Esdan chiqarmanglar. Butun shtampovkani o'zgartirgan Arka va Dubayliklar birinchi olib kelib bergan bizga. Butun respublikada bitta bo'lgan. Albatta. Birinchi qo'lni bizniki. Albatta do'stlar, agar sizlarga ham mana shunday sifatli servis kerak bo'lsa, qolaversa, darvoza biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, shtampovka listlar kerak bo'lsa, albatta bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Uskunalarning sifatlisi esa albatta Shanghai Eximdan topasiz.